This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum, hürmetlik radyo anlıqçılar. Anlavatqınlar Erkin Asya Radyosu'nun 9. dekabr düşenbe gündeki Uygurca anlatışı. Amerika paytaxtı Washington'dan anlavatışlar. Bugünkü programlarının riyasetçiligide Mihriban xizmetinladi. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Düşenbe gündeki bir saatlik anlatışımızda avval anlaydıqınlar Uygurlar ve xalqara vaziyetke dair qısqa xabarlar. Anlatışımızın davamında vaqa ve mulay sayfası boyunca tayarlagan programlar huzurunlarda buludu. Hürmetlik radyo anlıqçılar. 9. dekabr düşenbe gündeki bir saatlik anlatışımızını Uygurlarga münasebetlik qısqa xabarlardan başlayımız. Bugünkü xabarlarni radyomuz muxbiri Cevlan tayarladı. Amerika Dövlət Məclisi Avam Palata əzası Ashley Henson tunuşturğan Amerika Sanoati və Əmgəkini Xalqara Savdo Cinayətlərindən qoğdaş qanun layihəsi yaqında Avam Palatası tərəfindən ma'qullanğan. Bu qanun Amerika Adliya Ministerliğinin xalqara savdo jinoyatlarini tekshirish va jazolash xizmatini kuchaytirib, Kommunist Xitoyning tamojna beji yetkazchiligi, mal qochirish, majburiy emgak va boshqa savdo jinoyatlaridan hisob elish, shundaqla Amerika sanoati va ishchilarining manfaatini qo'g'dash rolini o'ynaydi ekan. Mustaqil xabarlar jurnali bu vaqtda bergan xabarga qaraganda, Avam Palata a'zosi Ashley Henson bu qonun loyihasining ma'qullanishi munosabati bilan qilgan so'zida 10 necha yildan buyon Xitoy hukumatining himoyasida harakat qilayotgan Xitoy shirkatlarining Amerikaning savdo qonuniga sistemli holda buzg'unchilik qilganligini bildirgan. Kommunist Xitoyning savdo jinoyatlari, boj o'g'irligi, mol qochirish, bozorni paxallashtirish, majburiy emgak, Amerika korxonalari va ishchilarga qaratgan savdo aldamchiligi, ularni zavod taqishga majburlash, Amerikadagi yezi bozor korxonalarini vayron qilib o'tish qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Ashley Hensonning tilga olishicha, Amerika Xitoy raqobati alohida komiteti Xitoyning avtomobil shirkati Qingdao Samsungning savdo aldamchiligini oshkorlagan bo'lib, bu shirkat Amerikaning Beijingdan qochish uchun molni boshqa yerdan yetkazgan. Illinois shtatidagi bir shirkatning 4/1 qism ishchini qisqartishiga sababchi bo'lgan. Qingdao Samsungga o'xshash ko'plagan Xitoy shirkatlari Amerikaning savdo sistemasidagi ba'zi yutuqlardan foydalanib, Amerika sanoati va yasash kasbini ojizlashtirib, Amerika ishchilarining manfaatiga eg'ir ziyon solgan bo'lib, ularning ichida Xitoydagi qul emgagidan foydalanayotgan yoki shu yo'lga mengayotgan shirkatlar ham bo'lishi mumkin ekan. 12 ayının 9. günü Uyghur irqi qırğınçılığını xatırlaş günü bulup, yıllardan beri Orta Asiya dövlətləri, Türkiye, Avropa dövlətləri, Amerika, Kanada, Avustraliya, Yaponiya qatarlıq dövlətlərdəki Uyghurlar bu günni oxşamagan şəkillərdə xatırlab gəlməkdə. Uyghur irqi qırğınçılıq gününü xatırlaş münasibəti bilan Cenevadagi Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı aldıda namoyish o'tkazildi. Namoyishda Dünya Uyghur Qurultayının sabiq raisi Dolqun Aysa söz qilib, bugun tarixiy bir kun. Uyghur irqi qırğınçılığının xalqarada etiraf qılınğanlığı jakalanğan bir gün. Xalqaraga mushu saat, mushu minutda Uyghurlarga irqi qırğınçılıq davam qılıbatqanlığını bildirish və bu irqi qırğınçılıqni to'xtatishda har bir dövlətning qanuni mas'uliyati bo'lgandek, har bir insonning irqi, tili, dini, madaniyati nima bo'lishidan qat'iy nazar bu qirg'inchilikning to'xtatishining axloqiy bir majburiyat ekanligini bildirish uchun bu yerga to'plandik. Bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun butun Uyg'urlar, butun Sharqiy Turkistonliklar, butun insoniyat dunyosi harakatga o'tishi kerak. Oldi bilan biz harakatga o'tishimiz, bu majburiyatimizni to'nib yetishimiz kerak dedi. 9 dekabr kuni Dünya Uyghur Qurultayı X hisobida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xatirlash kuni munosabati bilan e'lon qilgan birlik safarbarligi chaqirig'iga ovoz qo'shgan parlament a'zolari X'da fikr bayon qilib, Xitoyning Uyg'ur elida davom qilayotgan bu jinoyatni to'xtatishning ta'xirsizligini ta'kidlagan.
Angliya parlament a'zosi Duncan Smith mundaq degan. Şinjandagi irqiy qirg'inchilik davom qilyotidi. Uyg'urlar buning azobini tortyotidi. Biz dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquqni qo'g'dash uchun texmi ko'p ishlarni qilishimiz kerak. Biz qila oladigan ishlardan biri Şinjandagi qul amgigi mahsulotlarini setib olishni yoki import qilishni to'xtatishdir. Fransiya parlament a'zosi Genevieve Garigos har qaysi davlat hukumatlarini Xitoyning bu jinoyatini to'xtatishga chaqiriq qilib, bu jinoyatni bilib turib harakat qilmaslik uningga sherik bo'lishdir degan. Kanada parlament a'zosi Alexis Brunelmo X qilgan so'zida irqiy qirg'inchilik e'tirof qilinib, oradan 4 yil o'tgandimi bu jinoyatning davom qilayotganligini bildirib, Uyg'urlar dunyoning bu jinoyatga qarshi kuchlik ovoz chiqarishiga har qanday vaqtdagidan bek muhtoj. Sukut qilish mustabid hokimiyatning xo'rigini texmi usturdi. Shunga biz ovozimizni kuchaytirishimiz kerak degan. 2021 yılı 12 ayının 9 günü Xalqara Uyghur Sud Kollegiyasi Xitay Kompartiyasi o'tkazayotgan jinoyatni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan kun bo'lib, shuningdan buyon 9 dekabr kuni Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini esda tutish, uni unutmaslik va unutildirmaslik kuni bo'lib xatirlanib kelmoqda. Uyghur Abdunum Rayonluq Partikomining muavin sekretari, Hökumət rəisi Erkin Tuniyaz 7 dekabr günü Qashqar viloyatining Makit Yo'purg'on noyalarida tekshirib tadqiq qilishdi bo'lganda, hukumat topshirgan vazifani yuqori saviyada o'rinlashga kapolatlik qilish bilan birga muqimlikni qo'llash xizmatini davomli ching tutib ishlash, ziddiyatlarni hal qilish salmoqini kuchaytirishni talab qilgan. Erkin Tuniyaz Makit noyasida chilonzorlik ko'lamini kengaytirish, yerlik aholini beyitish uchun yerlik emgak kuchlarini ko'proq ishlatish, to'qimachilik mahsulotlarini dunyo bozoriga chiqarish haqida so'zlagandan boshqa qumliq sayohatchiligini yo'lga qo'yib, yeb ichish, qo'nish, yangish, oylanish, bol setib olish, ko'ngil ichish kasblarini bir tutash kunlantirib, bu joyga texnik ko'p odamni jalb qilishni aytgan. Buning uchun muhitni yaxshilash, iqtisodni jonlantirish, qumliqda to'sib yashillik barpo qilish, qimmatli dori o'simliklarini yetishtirish, korxona bilan oila birlashgan ishlab chiqarish qurilmasini barpo qilish, do'lonni qo'yib baxmachiligini taraqqiy qildirib, sifatli chorva mahsulotlarini boshqalarga tunutish deganlarni ta'kidlagan. Erkin Tuniyazning yuqorqi tekshirib tadqiq qilish faoliyati Xitoy hukumatining bu yil kirgandan buyon Qashqarni muhim savdo tuguni va ichivitilgan savdo rayoni qilish siyosati ijro qilinayotgan mazgilda olib berilgan bo'lib, hukumat tushirgan vazifani o'rinlab, hukumat bekitgan nishonga yetish qat'iy talab qilingan. Xitoy doiralarining bu yildan boshlab Xitoy korxonalarini Qashqarning sayohatchiligi, savdo qatnashi, yezigilik, pul muomala sohasiga mablag' solishga chaqirganligi, cho'ng yig'inlarni ochib, ichki Xitoydagi shirkatlarni safarbarlikka keltirganligi ma'lum. Amerikadagi analizchi Gordon Chang apandi Xitoyning Qashqarni strategik savdo markaziga aylantirish planining Uyg'urlarga olib keladigan ta'siri haqida radiomizga qilgan so'zida Xitoyning Qashqarda strategik savdo markazi qurishi Uyg'ur qatorliq yerli xalqqa ig'ir ziyon olib keladi. Shundaqla bu qurilish Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchilik siyosatining Uyg'ur rayonida davom qilishiga yordam beradi degan edi. Suriyadagi Hayati Tahriri Sham, ya'ni HTS kuchlarining qisqa vaqt ichida Bashar Asad hokimiyatini ag'dirib tashlashi xalqarada qiziq nuqtaga aylangan bir paytda Amerika, Rossiya va Xitoyning bu zo'r siyosiy voqeaga bildirgan inkosimi diqqat qo'zg'amoqda. Amerika prezidenti Joe Biden 9 dekabr kuni X'da yo'llagan uchurida Bashar Asad hokimiyatining ag'dirib tashlanganligini tabriklab, Asad hokimiyati oxiri g'ulab tushdi. Bu hokimiyatning yo'qotilishi haq adolat harakati hisoblandi. Bu uzun vaqt azob chekkan Suriya xalqining o'z davlatini qayta qurib chiqishi uchun bir tarixiy fursatdir degan. Shunaqla kelgusining noaniq va xavfli ekanligini mo eskartgan. Shangyang ismli bir Xitoy kuzatuvchining X'da e'lon qilgan uchurga qaraganda, Xitoy raisi Xi Jinping texi o'tgan yili Bashar Asad bilan Beijingda ko'rishganda, ikki davlat do'stligining cho'nqur ekanligini va strategik hamkorlik o'rnatilganligini bildirgan ekan. Xitoy Suriyaga siyosiy, iqtisodiy va diplomatiya jihatda zo'r yordamlarni bergan bo'lib, BDT yig'inlarida Rossiya bilan birlikda Suriyani qo'llab, Bashar Asad hukumatining fuqarolarga kimiyalik qurollarni ishlatish sababidan jazo cheklamasiga uchrashiga to'sqinlik qilib kelgan. Xitoy yana Suriyaning boshqarilgan bomba yasash turiga yordam berib qolmay, 2016 yildan boshlab Bashar Asadning armiyasini qurollantirgan va mashqlantirgan.
Xitoy yana Suriya istixborot o'rinlari bilan hamkorlashib, radikal Uyg'urlarning Xitoydan Suriyaga berib urush qatnashishiga to'sqinlik qilgan. U uchurida mundaq degan: "Bu qitim Xitoyning O'rta Sharqdagi siyosiy, iqtisodiy va strategik manfaati yana bir qitim qattiq zarbaga uchurdi. Shi Jinpingning muhim ittifoqdoshi do'sti bo'lgan Bashar Asad Suriya xalqini qirg'anligi uchun xalqarada jazoga uchraydi. Albuki bu kichik mustabid, cho'ng mustabid Shi Jinping tarafidan Amerikaga qarshi qahramon deb madhilangan edi. Xabarlarga qaraganda Xitoy taraf 5 dekabr kuni bergan bayonotida Xitoyning Suriya vaziyatiga diqqat qilayotganligini va Bashar Asad hokimiyati tarafida turganligini bildirgan. 9 dekabr kuni bo'lsa, Xitoy o'z pozitsiyasini o'zgartirishga majbur bo'lgan. Bu kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mao Ning Suriyaning istiqboli va taqdirini Suriya xalqi belgilaydi degan. Hürmetli radyo dinleyiciler. Erkin Asya Radyosu'nun 9 dekabr Duşanbe gündeki Uygurca anlatışı devamlaşmakta. Ben bugünkü programı riyasetçisi Mihriban. Yuqorida qisqa xabarlarni angladinglar. Tuanda vaqa va muloyiz saytisi bo'yicha anglitishimizni boshlaymiz. Bugun buningda radiomiz muxbirlari va ixtiyoriy muxbirlarimizning tayyorlashida Uyg'urlar vaziyati va xalqaro iqlim masalalariga doir tafsiliy xabar analizi, suhbat, obzor qatorliq programmalar diqqatingizda bo'ladi. Hürmetli radyo dinleyiciler, növbette diqqatinglar bugungi maxsus saytlar bo'yicha berilgan anglitishimizning tafsilotida bo'lsin. Uyghur cemiyetide ve O'rta Osiyoning savdo sohasida kengri tonilgan Urumchidagi Rabia Qodir savdo saroyi 11 ayning oxiri chiqib etilgan. Mazkur savdo saroy Uyghur cemiyetide 1990-yillardan keyin zo'r bir turkum savdo sohasidagi korxonchilarning yetishib chiqishiga moddiy va ma'naviy jihatdan turtki bo'lgan. Xitoy doiralari 2009-yili 5-iyul voqeasidan keyin binoning sohibi Rabia Qodir xonimni mazkur voqeaning qo'zg'uvchisi deb ayıplash bilan birlikda mazkur savdo saroyiga pechat silib mulozimatdan to'xtatgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari binan chiqishning oldi keyinda binoning sohibi Rabia Qodir xonim yoki Urumchidagi oila tavobatlariga hech qanday uqtirish qilmagan. Jamiyatga chiqilish sababi haqida izohat bermagan. Tuanda muxbirimiz Shuhrat O'shurning bu vaqtda tayyorlagan programmasi diqqatingizda bo'ladi. Amerika'da yaşayotgan lager şahidi Zumrat Davud o'tgan hafta aloqador kanallari orqali Urumchidagi Rabia Qodir savdo saroyining chiqib etilganligi haqida uchragan. Men Rabia Qodir savdo saroyi chiqib etilganligi xabarini 11 ayning 30 kunisi Washington vaqti soat 8:09larda topshirib oldim. Bu uchurni texnik tafsili iyallashga tirishgan Zumrat Davud Xitoyning davlat axboroti va ijtimoiy taratqullarini, jumladan do'yinni izchil kuzatgan bo'lsa-mu, mazkur savdo saroyining chiqilishiga oid hech qanday bir uchur uqtirish yoki rasm uchratmagan. Izchil turda bu xabarning rost yolg'onligini aniqlash uchun menmu bir necha kun kech kunduzligidek uxlamay bu xabarni shunchalik tirishgan bo'lsaqmi, men hech qanday buningga oid video yoki rasmni topolmadim. Saroyning sohibi Rabia Qodir xonimmi Urumchidagi oila tavobatlari bilan aloqa uzuklik sababidan binoning nima uchun yiqilganligi, iqtisodiy ziyonning qanday bartaraf qilinganligi haqida ma'lumotga erishamagan. Biz mazkur uchurning to'g'ri xatoligini oydinlashtirish uchun Urumchidagi aloqador idora organlariga telefon qildik. Xodimlarning ko'pinchisi Rabia Qodir degan ismni og'zimizdan chiqarishimiz bilan tam temaning sezgir ekanligini eskartib, savolimizga javob berishni rad qildi. Zumrat Davud hikoyaga uchirdi deyilishicha, Rabia Qodir savdo saroyi chiqilgan kuni jiddiy bexatarlik tadbirlari e'longan. Bu tadbirlarning bir parchasi sifatida mazkur savdo saroyi joylashgan yo'l va atrofdagi ko'chalar nazorat ostiga ilingan. Atrofdagi sayohat o'rinlari ziyoratdan cheklangan. Deb birishcha atrofdagi do'konlarni
shu bino portlatgan kunisi do'kon ochmaslikqa o'tiriblar odam kirgizmay ashtaqqaga o'xshaydi. Biz Urumchidagi G'olibiyat saqchixonasi xodimidan Urumchida Rabia Qadir savdo saroyi chiqilgandan keyin vaziyatning qanday ekanligini so'rdik. 说现在乌鲁木齐的形势怎么样？ Bu xodim vaziyatning normal ekanligi, chet ellik sayohatchilar cho'ng bozor atrofini ziyorat qila oladiganligini bayon qildi. 现在可以参观大巴扎吗？ Ammo binoning chiqilganligini inkor qilmadi. 这边大厦撤掉了，是不是真的能？ 现在不能说这样的话，我给你写个手机号。对，敏感话题不能说。 Bu savollarimizga javoban sayohatchilarning cho'ng bozor va muzey qatorliq o'rinlarni ziyorat qila oladiganligini bayon qilish jarayonida 可以参观大巴扎，对，大巴扎可以知道。可以参观博物馆，是吧？对。热别大厦呢，能不能参观？没有热别大厦。 mazkur tavallikdagi mashhur binolar qatorida Rabia Qadir savdo saroyining navbatda yo'q ekanligini tilga oldi. 你去过没有这个大巴扎那边？我去过呀，我去过。你没有见到热别大厦是吧？没有。 Biz uningdan binoning nima uchun chiqilganligini so'raganimizda bu vaqtda o'zining anglaganlari borligini 这边那件事件是我听说过。 ammo temining sezgirligi sababidan bu vaqtda ma'lumot berolmaydiganligini tilga oldi. 你听说过是吧？热别。对。但是你就那个热别大厦政治问题呢，就是我也不好说什么。 Zumrat Davudning yana fikrlashicha, bino chiqilishining oldida atrofdagi bino va do'konlarni taqash haqida uqtirish taqiqlangan. Menga shunchalik xabar berdi. Shu tunugandigini qaraganda bu 29-yillar portlatdi. Bir kundan keyin, ya'ni 30-yillar xabar topdim. Telefonimizni qabul qilgan aloqador xodimlardan birining deyishicha, u o'tgan hafta cho'ng bozorga xizmat munosabati bilan borgan chog'da Rabia Qadir savdo saroyining uzildiki Tangitog' savdo saroyi binosiga vaqtli pechat silinganligini bayqagan. Ma Rabia Qadir savdo saroyini chiqildiganligi haqida uqtirishlar sizlarga keldimi? Uqmaymiz uni. Biz undan xabarni bizga kelmaydi. Aşağı o'tgan bo'lsangiz ko'rishingiz kerak qo'y. Bo'lmasa shu tarafga bordingiz, shu Dabazor tarafga tunagan, shunaqmi? Men tunagan yo'lni o'tgach qarsam, yaxshi ekan-ku. Va do'konlarga chaplangan bu uqtirishlarni ko'rmadingizmi? Shanba Tangitog' degan. Nima qilib turib fansin qilmasa bir narsa chaplab qo'yibdi lekin. Rabia Qadir saroyini-chi, u chiqilganlik rasmi. Ancha diqqat qilmabdilar. Diqqat qilmabsiz. Biz yana shaharlik saqchi idorasining tashqi ishlar bo'limiga telefon qildik. Navbatchi xodim binoning o'tgan juma kuni, ya'ni 29-noyabr kuni chiqilganligini oshkorildi. Bu Urumchi shaharlik saqchi idorasiniki bu tashqi ishlar bo'limimi? Ma Rabia Qadir savdo saroyi qachon chiqildi? Chiqilgan kuni qaysi kuni shu? O'tgan haftaning 5-i. Tamam. Bu xodim chiqishga o'zlarining emas, shahar qurilish idorasi mas'ul bo'lganligini tilga olib, binoning chiqilish jarayoni haqida ma'lumot berishni rad qildi. Qarang, bizning mashxonaga chetal chiqadigan, yo bo'lmasa chetalliklar keladigan ishni rasmiyatni o'taydigan ishxona. Undaq binoni chiqish sababidan bunda bo'ldi, anda bo'ldi degan unda ishxona degan boshqa ishxona. Shuni bizning anchiqmay ekanman. Ammo binoning egisida chetalda bo'lgan ekan, Rabia Qadir Amerikada bo'lgan ekan, cho'qim sizlarni xabarlantirildi deb o'yladik. Yo'q, bizning ishxona bilan munofiq. Masalan, nima uchun chiqildi shu bino deb so'ramoqchi bo'lsak, qaysi idora javob bera olishi mumkin? Qaysi bo'lim? U binoni kudenting berib chaqirdi. Shundan ash kudentinglar tepurib qanday sababdan chiqildi, undaq deb so'rab boqsangiz bo'ladi. Urumchidagi bir sayohat idorasi xodimi saroyning chiqilib bo'lganligini dalilladi. 你好，就是旅游公司吗？对。热别商场存在不存在？现在？刚拆了已经。一部分都没有吗？一直没去过，因为就已经拆了嘛，太乱了，我们都没去看过。 Zumrat Davud kelgan uchurda binoning portlatilganligi tilga ilingan. So'zlab bergichining deyishicha, bu binoni portlatgandan gap bu. Portlatyapti, shu portlatgan ovoz xili bir yerga chiqadi degandek. Telefonimizni qabul qilgan, ammo o'zini oshkorlashni xohlamagan bir xodimmi doiralarning saroyini chiqishni mumkin qadar sharpsiz ilib berishga tirishganligi, ammo binoning portlagan ovozi bilan ko'chalarni qoplagan saqchilarning aslida ansizchilik ichidagi shaharda texmi vahim paydo qilganligi, natijada saroyning chiqilishining jamiyatga keng bilinishiga turtki bo'lganligini ilgari surdi. Saroy chiqilgan kuni cho'ng bozor atrofida vazifa o'tagan Nanxu saqchixonasining bir xodimi. Va bu qaysi saqchixona bu Urumchiniki? Nanxu Paysumo.
Bu silniki bu arlıqanda qanchalik bazırsın bu saçxanı bilan bu arlıqı şu Rabia Daşanı. Rabia Daşan'dan bu arlık 5 kilometr. Onda şu Rabia Qadri so'z sari chiqilgan kuni bu vazifa o'tgan saqchilarning orasida sizning naqulning saqchilar bor degan. Yaqin bo'lgan ekan, tekshirib ko'rishdi. Bu Urumchi ko'chalari ko'z tish apparatlari bilan to'lg'ashqa saroyni chiqish jarayonida bak ko'p saqchi xodimining vazifa o'tishiga ehtiyoj qolmaganligi shukini hamma yana shu saqchilarning qoplab ketganligi odam o'tkini bo'lmaydigan darajada yo'llarni to'sib o'tilganligi to'g'ri. Ve sarayning atalmış tinchlik chiqilganligini ilgari surdi. Ya'ni hech qanday vahim paydo qilmay, jiddiychilik paydo qilmay, tinchlik chiqildi deysiz bu binoda. Shunaqa. Bu hozir bundoq. Hamma bir do'xtirning jimuzalar bor endi. Endi u bir yerdan bir rayon o'tkazib qo'ygan shu bir yerdan bir imkon shu bir turiblar. Rabia Qadri Sodi sarayi 1990-yili silingan. Bu sarayga yandash bino Aqida Sodi sarayi bilan qatqanda jami 30 ming kvadrat metr ko'lamda bo'lib, 600 dan ortiq do'kon, yig'in zali, to'y saloni, darsxona va mehmonxona yotoqlaridan tashkillangan. Saray sodi tijorat ishlaridan boshqa millatparvar ziyolilarning uchrashish joyi, yosh izlanguchilarning tarbiyalanish makoni, xayri saxovatchilarning ish boshlash o'rni qatorliq universal mulozimat o'rniga aylangan. Chet ellardagi Uyg'ur faoliyatchilarining qarashicha, bu Sodi saray Rabia Qadri xonim Dunyo Uyg'ur qurultayiga rais bo'lgan, farzandlari turmaga tashlangan va 2009-yili binoga pechat silingandan keyin Uyg'urlardagi milliy binokorlik va an'anaviy savdo mahoratining emas, balki Xitoyga qarshi siyosiy maydon va irodaning simboliga aylangan edi. Yaqında e'lon qilingan ba'zi maqolalarda Xitoyning Amerika va G'arbning iqtisodiy jazolarga qarshi tadbir elib, Osiyo va Pokiston orqali ziyonni to'ldirishga urinayotganligi, shu sababdan O'rta Osiyo davlatlari va Pokistonning strategik ahamiyatining kunsiri ishlayotganligi o'tirib qo'yilgan. Amerikaning og'ir jazosidan qochib yurgan Xitoyning bu tadbiri qanchalik rol o'ynaydi va buning uchun yo'lga qo'ygan bir balvoq bir yo'l plani o'ngishli davomlasha olamdi. Tuanda o'z muxbirimiz Şadiyanın bu vaqtda tayyorlagan xabar analiziga diqqat bergaysizlar. Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan kishilik huquq dafsandichiligi va Uyg'ur majburiy emgigi sababli Amerikaning savdo jazosiga duch kelayotgan Xitoyning O'rta Osiyo va Pokiston orqali ziyonni to'ldirmoqchi bo'lishga urinayotganligi diqqat qo'zg'amoqda. 4-dekabr kunidagi tunji yozma va Janubiy Xitoy atiganlik pochtasi gazetining bu vaqtda e'lon qilgan maqolalarda aytilishicha, G'arbning Xitoyning kishilik huquq xotirasini tekshirishiga ergishib, Xitoy, Pokiston va O'rta Osiyo bilan hamkorlik o'rnatib, o'zining iqtisodiy bexatarligiga kapolatlik qilish yo'lini tutgan. Maqolada yana Xitoyning navbatda Amerika va G'arbning iqtisodiy jazolariga qarshi tadbir elib, O'rta Osiyo va Pokiston orqali ziyonni to'ldirish ko'ydi bo'layotganligi ko'rsatilgan. Maqolada ko'rsatilishicha, Amerikaning savdo jazosiga duch kelayotgan Xitoy uchun navbatda O'rta Osiyo davlatlari va Pokistonning strategiyalik ahamiyati kunsari eshiyotgan bo'lib, bu Xitoyning O'rta Osiyo va Pokistonga bo'lgan ehtiyojini kuchaytgan. Undaqda iqtisodini kasatchilikdan qutqizish uchun tirkishayotgan Xitoyga Pokiston va O'rta Osiyo qanday yordam qiladi? Amerikaning og'ir jazosidan qochib yurgan Xitoyning O'rta Osiyo va Pokiston orqali ziyonni to'ldirish tadbiri qanchalik rol o'ynaydi? Buning uchun yo'lga qo'ygan bir balvoq bir yo'l plani o'ngishli davomlashamdi. Amerikadagi Rand siyosat tadqiqot markazining Xitoy ishlari tadqiqotchisi Dr. Raymond Ko bu haqda fikr bayon qilib, mundaq dedi. When it comes to China, Central Asia, we can think about the Xitoy va O'rta Osiyo haqida to'xtalganda Shanxay hamkorlik tashkilotini tilganmay bo'lmaydi. Pokiston kelsak, u Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining bir qismi. Bu Xitoy bilan bu davlatlar o'rtasidagi uzun muddatli iqtisodiy munosabatni ko'rsatib berdi. Konkret qilib aytganda, bu davlatlar Xitoyning jazodan qechishiga yordam bera oladi. Bo'libmi Xinjiangdagi ishlab chiqarishga ta'sir ko'rsatadi. Chunki buni amalga oshirishning asosiy usullarining biri ba'zi mahsulotlarning kelish manbasini qoplash. Ya'ni mahsulotlarni O'rta Osiyo, bo'libmi Pokiston orqali o'tkazish jarayonida ularning ishlab chiqish o'rni o'zgartirilib bir taraf qilingan. Masalan, mahsulotlarni Pokistonda yasalgan deb belgi qo'yish orqali Xitoy uni duch kelgan tekshirishni azaytishga moyillashtirdi. Bu jazolardan aylanib o'tishning yana bir usuli bo'lsa, O'rta Osiyo va
Pakistandan iborat 2 rayonni Xitoy tovarlarining yerim va tayyor mahsulot bozor qilib ishlatishdir. Chunki Amerika va boshqa davlatlar Xitoy mahsulotlarini sotishni rad qilgan ahvol ostida bu rayonlar uning o'z mahsulotlarining davomli sotilishini qo'shimcha bozor bilan ta'minlash imkoniyatiga ega qiladi. Find an additional market to continue selling these products when the US and other countries will not do so. Maqolada Xitoyning Pokiston va O'rta Osiyo davlatlari bilan texmi qo'yiq munosabat va chegara hal qilgan hamkorlik o'rnatish ustida izlanib tadbir qo'llanishi uningga bir tarafdan Amerikaning savdo jazosiga taqobil turish yo'lini ochsa, yana bir tarafdan bir balvoq bir yo'l qurilish planini mustahkamlash rolini o'ynaydiganligi tilga ilingan. Qozog'istondagi Uyg'ur siyosiy faoliyatchi va tarixchi Qahramon G'ojambad apandining qarshicha Amerikaning savdo jazosiga uchrayotgan Xitoy uchun navbatda O'rta Osiyo va Pokiston qatorliq davlatlarning ta'sir ko'rsatadigan geosiyosiy va strategiyalik roli intayin cho'ng bo'ladi ekan. Amerika boshliq Uyg'ur masalasini qo'llab, irqiy qirg'inchilik siyosatiga nisbatan Xitoyga embargo yurgizayotganda Xitoy, O'rta Osiyo, Pokiston hayati cho'ng rol o'ynaydi. Harbiy jihatdan olgan bo'lsak, Xitoy mushu O'rta Osiyo bo'lsin, Pokiston bo'lsin, o'ziga qo'shni Osiyodagi davlatlar harbiy jihatdan Xitoyning qurol yaroqlarini elayotdi. Uningdan boshqa keyingi vaqtlarda Xitoy bilan birga harbiy mashg'ulotlarni o'tkazayotdi. Bo'libmi atalmish terrorizmga qarshi kurash qalpi ostida Uyg'ur zaminida asli Uyg'urlarga qarshi manevrlar qatnashyapti. Mana shu orqali Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatini amaliyotda qo'llayotdi. Uni yo'shishga yordam beryapti. Xalqarada masalan Xitoy mushu O'rta Osiyo, Pokiston qatorliqlar Xitoyni qo'llab ovoz berdi. Xitoy iqtisodiy munosabatni kuchaytirish orqali har qanday masalalarga yordam berish, bulardagi sistemalarni qo'llash orqali mushu O'rta Osiyo, Pokiston qatorliq rayonlarda mushu iqtisodiy munosabatlarni so'd-setiq masalasini kuchaytirish orqali bularni teg'imi qattiq tutib turish va Amerika boshliq g'arb bilan kurash qilishni maqsad qilib harakat qiladi. Turkiyadagi xalqaro munosabatlar analistisi Mehmet To'xti Ataullah apandi Xitoyning O'rta Osiyo va Pokiston bilan uzun muddatlik siyosiy, iqtisodiy va bexatarlik jihatlardan hamkorlik munosabati borligini ta'kidlab, o'z qarshini sharhlab o'tdi. Amaliyotda O'rta Osiyo davlatlari bo'lsin yoki Pokiston bo'lsin, Xitoyga iqtisodiy jihatdan yoki tashqi savdo jihatdan yordam beryapmaydi. Agar beryapti desak, Xitoyninki xalqaro jazolarni buzilishiga va shu orqali mahsulotlarning tashqi dunyoga chiqishiga yordam beryapti desak, biroz muvofiq bo'lishi mumkin. Ammo texmo to'g'risi bu davlatlar Xitoydan iqtisodiy yordam olyapti. Buning badaliga hamda Xitoyninki nufuzi ostiga kiryapti, uning ta'sirini qabul qilyapti. Yana siyosiy jihatdan, egilik huquq jihatdan, tashqi diplomatiya jihatdan ziyon tortyapti, yo'l qo'yyapti. Ammo buning badaliga Xitoydan mayli savdo jihatdan bo'lsin, mayli mablag' jihatdan bo'lsin, yordam olyapti. Maqolada aytilishicha, Shanxay ijtimoiy fanlar akademiyasining O'rta Osiyo mutaxassisi Lili Fan Xitoyning O'rta Osiyo va Pokiston bilan bo'lgan bu savdo munosabatlari haqida to'xtalib, Xitoy bilan O'rta Osiyo davlatlari o'rtasidagi savdoning darhol kengaymaydiganligini, Donald Trumpning vazifaga o'tirgandan keyingi vaziyatga aniq bir narsa degili bo'lmag'achqa, mazkur tashqi savdo munosabatlarini bakmo tez ilgirlaydi deb qarmaydiganligini o'ttirib qo'ygan. Doktor Raymond Kohning qarshichimi Donald Trump vazifaga o'tirgandan keyingi bir balvoq bir yo'l planining o'ngishli davomlashish vaziyati haqida aniq bir fikr bayon qilish qiyin ekan. U bu haqda mundaq deydi. I think it's important to note that China is already pulling back on One Belt One Road loans. Tilg'ilish qarziyligini Xitoy bir balvoq bir yo'l qurilishidagi qarz berish miqdorini kamaytdi. Bu 2017 yoki 2018 yil atrofida boshlangan bo'lishi mumkin. Peterson institutining 2022 yil oktyabrdagi doklatiga qaraganda bir belvoq va bir yo'l qurilish mablag'ining taxminan 4dan 1 qismi yo'qolgan bo'lib, bu to'xtamning buzilish nisbatining 25% ga yetilganligini ko'rsatib berdi. Shunga bu xil ahvol vaqt uzurishiga ergishib texim nacharlashdi. Xitoyning bir belvoq bir yo'l qurilishi azaldan nurg'un xirislarga duch keldi. Shunga meningcha Oqsaroyda kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu qurilish plani duch kelayotgan xirislarda o'zgarish bo'lmaydi. Chunki bu masalalarning ko'pinchisi Xitoy tovarlarini, bo'libmi Shinjongda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni bazobil ta'minlaydigan davlatlar bo'lib bo'lgan uzun yillik munosabat
munosabatdan kelib chiqqan. Albatta, bu yo'l Xitoyning ba'zi jazodan qechishiga yordam berdi. Oxirgi hisobda bir belbog' bir yo'l qurilishining muvaffaqiyati qarz va mablag' solish turlarining qiymatiga bog'liq. Holbuki bu xilki mablag' solishning yo'lliq yoki emasligi aniq emas. Darvaqa Amerikaning 47-navbatlik prezidenti bo'lib saylangan Donald Trumpning vazifaga o'ltirgandan keyin Amerikaning savdo jazosidan qutulishga urinayotgan Xitoyning qo'llanadigan tadbirlari va uning bir balvog' bir yo'l planining o'ngishli davomlashish masalasimi diqqat nuqtasi bo'lmoqda. Amerikadagi siyosiy analizchi Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Elshad Hasan apandining qarshicha Xitoyning nurg'un davlatlarni qarzga bo'g'ib qo'ygan bir balvog' bir yo'l qurilishi allburun aqsab qolgan. U Trump boshchiligidagi yangi hukumat ish boshlagandan keyingi bu davlatlar orasidagi savdo munosabati va taraqqiyot haqida o'z qarshini bayon qilib o'tdi. Xitoyning hamda bir balvoq bir yo'l bu projektisi menimcha hozirgi musha ahvolda turib qoladi. Pokiston bilan Amerikaning munosabati xeyli bir vaqt bo'ldi. Yaxshilish bo'lanmadi, yaxshilashamaydi. Trump chiqqandan keyin yaxshilashamaydi. Musulmon ellarning ko'pinchisi balkim yana shu Xitoyning qo'yniga o'zini texma atishi mumkin. Qalaymaqanchilik texim davomlashadi. Xitoyning hozirgi iqtisodida u yerga jiq mablag'ni sololmaydi. Shuning menimcha oqiga chekinib menishi tabiiy, ammo u butunlay yo'qab ketmaydi. Faqat bog'lanib qolgan davlatlar texmi cho'nqur bog'landi, ammo yangi davlatlar qo'shilmaydi buningga. Mana degan vaqtida bu hamda bir mezgildan keyin vayrona bo'lishga boshlaydi. Tadqiqotchi Mehmet To'xtatovulla pandining bildirishicha, dastlabki hayvasini saqlab qololmagan Xitoyning bir balvog' bir yo'l plani Trump vazifaga o'ltirgandan keyin agar u 2018-yili boshlagan savdo urushini davomlashtirsa, qattiq ta'sirga uchraydi ekan. Ammo Xitoyninki bu bir balvog' bir yo'l qurilishi asosida o'l aslilarga mablag' solishni asos qilgan. Bu Trump bilan bo'lgan savdo urushining ta'siriga uchramdi deganda albatta uchraydi, chunki Xitoyning iqtisodi chikin u chaqda Xitoy bu qurilishga jiq mablag' ajratolmaydi. Ammo bu qurilishni Trump tamoman to'xtatamdi desa to'xtaolmaydi. Chunki Xitoy yenilam o'zining atrofidagi ojiz davlatlarda yoki dunyoda nomrod davlatlar tugamaydi. Bu davlatlarda yana davomli qo'l aslilarga mablag' silishni davomlashtiradi. Shunga Xitoyninki bir balvog' bir yo'l qurilishi ostilishi mumkin, ammo yanada davomlashadi deb qarayman. Maqolada aytilishicha, noyabrda Amerikaning Uyg'ur majburiy emgigining oldini olish qonuniga asosan Xitoyning 29 shirkatini qora tizimlikka kirgizganligidan iborat hozirga qadar Xitoyga yo'l qo'yilgan bu eng cho'ng jazo tadbiri Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyatni davomli kuchaytgan. Igilishicha, 3-dekabr kuni Amerikaning yangi eksport kontroli tadbiri Xitoyning texnologiya sohasidagi 140 shirkatiga Amerika texnikasini eksport qilishni cheklagan. Ma'lum bo'lishicha, bu tadbir Amerikaning davlat xavfsizlik andishalari sababidan Xitoyning oshqushliq texnikalarga erishishiga cheklim qo'yish maqsadi bilan birdaklikka ega deb qaralayotgan bo'lib, bu Amerika Xitoyning harbiy uchun ishlatiladigan sun'iy aql texnikasini taraqqiy qildirishi va ishlab chiqarishini to'sishini nishon qilgan eng zo'r ko'lamlik cheklash tadbiri bo'lib hisoblanadi ekan. Programmani Shadiya tayyorladi. Diqqat berganingizga rahmat. Anlayotganlar Uyg'ur tilidagi erkin axborot munbiri Erkin Osiyo radiosi. Xitoy taratqularının xəbəriga qaraganda, Təklimakkan qumluğu ətrafıga dünya boyunca ən uzun qumluq ekologiyasını qoğdaş to'siqi bərpa qilingan. Arqadınla Xitoy hökuməti qumluqni tizginlash qanuniga yangi moddalarni qo'shib, bu natijalar va g'alaba mevalarini mustahkamlashni qonuniy kafolatga ega qilgan. Undaqda nima uchun Xitoy hökuməti qumluqni kontrol qilishni tashabbus qiladi? Qumluq ekologiyalik to'siqining Xitoy uchun strategik ahamiyati bormi? Tuanda diqqətinizlər muxbirimiz Uyğurning bu vaqtda tayyorlagan programmasida bo'lg'ay. Xitoy yaqinda Uyg'ur elining Təklimakkan qumluq atrofiga dunyo bo'yicha eng uzun qumluq ekologiyasini qo'g'dash to'siqi barpo qilganligini e'lon qilgan edi. Mutaxassislar bu qumluq ekologiya to'siqining Xitoy tashkil qilgandek natijalik va g'alabalik qurilish emasligini va Xitoyning ko'zlagan maqsadiga yetolmaydiganligini ilgari surmoqda. Shuning bilan bir vaqtda ular bu turning Xitoy uchun Uyg'ur eliga nüfus yetkab, Uyg'urlarni mangu Xitoyga beqindi qilish, Xitoydagi texnik yangilikni dunyoga namoyon qilib, ta'sir doirasini
kengaytishni ko'zlayotganligini ilgari surmoqda. Xitoy taratqularının xəbəri qaraganda Uyğur elining Taklimkan qumluq ətrafıga dunyo bo'yicha eng uzun qumluq ekologiyasini qo'g'dash to'siqi barpo qilingan bo'lib, uning umum uzunligi 3046 kilometrga yetgan. Butkul Taklimkan qumluqini cho'rdigan ekologiyalik qo'g'dash to'siqi Xotan Keriya noyisida tutashtirilgan. To'siqning kengligi 50 metr atrofida bo'lgan. Niya noyisida yerlik Uyg'urlarning qatnashishi bilan 46 kilometr uzunlikda qumluq ekologiyalik to'siqi barpo qilinganligi va ba'zi yerlarga chilan maysiri tikilganligi xabar qilingan. Orqadilla Xitoy hukumatı qumluqni tizginlash qonuniga yangi moddalarni qo'shib, bu natijalar va g'alaba mevalarini mustahkamlashni qonuniy kafolatga ega qilmoqchi bo'lgan. Can you imagine a desert surrounded by greenery? In northwest China's Xinjiang region, a monumental achievement has been completed, encircling the massive Taklimakan Desert with a green barrier to curb its expansion. Xinjiang gazetining xabariga asoslaganda 12 ayning 2 kuni Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doim komiteti yig'in ochib, Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonining Xitoy Xalq Jumhuriyatining qumliqni tizginlash qonunini yo'lga qo'yish chorasini 2025-yili 1-ayning 1-kunidan boshlab ijro qilganligini e'lon qilgan. Moskva ilmiy tadqiqot markazining sobiq tadqiqotchisi Qozog'istonlik Uyg'ur geolog Abdullam Samsaqov apandi Xitoy taratqularının qumluq ekologiyasini qo'g'dash to'siqi va qo'lga keltirgan natijalar haqidagi bayonlariga qarata ko'z qarashini ifodalab mundaq dedi. Uyg'ur elida bir tarafdan plansiz taraqqiyotni tashabbus qilib, qalaymaqan nefit va gaz ichish, tuproqqa ziyon berib va muhitni bulg'ash bilan shug'ullanayotgan Xitoy qumluq ekologiyasini qo'g'dash to'siqi barpo qila olmaydi. Qumning ko'chishining sabablari bor. U faqat tabiiy holatda emas, hozir uning jiddiy bo'lib, qumning yeza kentlarga hujum qilishining nihoyat avji elib ketishining sababi ham odamlarning ta'sirida bo'layotgan gap. Masalan, hozir Taklimakan qumliqida ko'plagan burg'ulash mashinalari neft gazlarga qazilyotdi. Neft gaz izlab qazilyotdi. Uni ta'minlash uchun yuzlagan mashinalar qumliqda mengyotdi. Qumlarning bir-birsiga tishlashish fizikalik turg'idan qaraganda kuchi bor. Shu tishlashish kuchini mashinalar mengib buzyapti. Shuning uchun jiddilashib, ular hammasi osmonga ketyapti. Endi Taklimakanda bayqi yuqorqi degandek mangilgan, ya'ni gaz, neft izlab qazilgan burg'ulash mashinalari bor. Ularni ta'minlash uchun ko'plagan mashinalar kunda u yoq bu yoqqa mengyapti. Demak, qumninki bir-birsiga tishlashish holatini nacharlatgandan keyin qumning shaharlarni besish ahvoli tig'imi jiddilashib, chaqalishyapti degan gap. 2023-yili 6-iyun Xitoy raisi Xi Jinping ekologik qurilishlarni ilgari surish suhbat yig'iniga riyosatchilik qilganda qumliqning umumiylik oldini olish va kontrol qilishni kuchaytirish hamda o'ch shimol qatorliq muhim ekologik qurilishlarni tashabbus qilgan edi. Xi Jinping yana bilim orqali cho'llashishni kontrol qilishda ching turish hamda qumliq ekologik sistemasining sifati va muqimligini umumiylik o'stirish yo'nalishini ko'rsatib, yangi davrda Uyg'ur elida qumliqning oldini olish va kontrol qilish uchun yangi talablarni o'tirib qo'ygan edi. Xitoy doiralari markazdan kelgan bu yo'l yo'riqqa binoan 2023-yili 11-ayning 13-kuni Uyg'ur elida keng ko'lamli qumliqni tizginlash jangi, ya'ni safarbarlik harakatini boshlagan edi. Undaqda nima uchun Xitoy davlat raisi va Xitoy markaziy hukumatı qumliqning umumiylik oldini olish va kontrol qilishni kuchaytirishni tashabbus qilib, Uyg'ur elida keng ko'lamli qumliqni tizginlash jangini boshlaydi? Xitoy ko'zlagan maqsadga yetalamdi? Qumliq ekologik to'siqining Xitoy uchun strategik ahamiyati bormi? Biz bu bir qator savollarni Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Dr. Henrik Shajaski apandiga sunduq. U radiomiz ziyoratini qabul qilib, bu vaqtda ko'z qarashini ifodalab mundaq dedi. Now, the strategic implications, if we look at it as from two sides, I mean, that's been not
a secret that the Chinese government has encouraged. Qumluq ekologiyalik to'siqining strategik ahamiyatini tuvandagi ikki tarafdan tushuntirishga bo'ladi. Biri Xitoy hukumatining Uyg'ur rayoniga Xitoylarni ko'chirishi va ko'chishiga ilhom berishi sir emas. Buning maqsadi albatta bu rayonning nüfus tangpunligini buzish va uni Beijing bilan, ya'ni Xitoy hukumati bilan texnik yaqinlashtirib, Xitoyga bog'lashdan iborat. Yana bir tarafdan Xitoy ko'chmanlari uchun texnik keng munbat tuproq barpo qilish orqali dehqonchilik unumi va ishlab chiqarish unumini o'stirish. Markaziy hukumat bu rayonni echilmagan yer deb tasvirlaydi. Ya'ni Uyg'ur rayoni har zaman ishlab chiqarish va talon-taroj qilinishga tayyor deb qaraldi. Xitoy hukumati nemishqa bu turni davomli ilgari surishga va taraqqiy qildirishga urindi deganda, men buni Xitoy hukumatining yangilik yaratish urinish bilan munosabatli deb qarayman. Meningcha Xitoy dunyoga o'zlari yaratgan yangilikni namoyon qilishga va o'zini ko'rsatishga urinyapti. Bu orqali ta'sir doirasini kengaytirishni maqsad qilyapti. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy hukumatining haqiqatan Uyg'ur rayonini, ya'ni Sharqiy Turkistonni erkin, ochiq va gullangan rayon sifatida ko'rsatishga ehtiyoji bor. Bu orqali Xitoy hukumati Xitoy ko'chmanlarining Uyg'ur rayoniga davomli ko'chishni kapolatga ega qiladi. And one that is open and that can be fully locked into Beijing and through the continuing process of Han migration. Xinhua to'rining xabar qaraganda 2023-yili Uyg'ur elidagi ochliq umumiy terror ko'lami 42 million 372 ming mo'ga yetib, Xitoydagi umumiy ochliq terror ko'lamining 61% ni tashkil qilgan. 2023-yili Uyg'ur elining umumiy ochliq ishlab chiqarish miqdori 20 million tonnani oshib, Xitoydagi ochliq eng ko'p ishlab chiqariladigan rayonlarning biriga aylangan. Turkiya Hacettepe Üniversitesi Tarix Fakültesining dotsenti, Anqaradagi Uyg'ur tadqiqot institutining mudiri doktor Erkin Akram bu vaqt so'z bo'lganda Uyg'ur elidagi cho'llishning jo'g'rafiya, iqlim va siyosiy sabablar tufayli o'tirib chiqqanligini ilgari surdi. Bu vaqtda mundaq dedi: Sharq Turkistondagi cho'llishish bevosita suv va nüfus bilan munosabatlik. Xitoy hukumatı Sharq Turkistonga Xitoylarning ko'chishiga ilhom beryapti. Suv yildan yilga azyapti. Bu hol cho'llishni texmi ko'paytirdi. Faqat Sharq Turkistondagi bu cho'llashma coğrafya va iqlimdan boshqa ba'zi siyosiy sabablardan bo'lgan. Daraxtlarni tikib qorishib olgan bilan yetmaydi, chunki bu cho'llashishning muhim bir sababi suv. İkincisi insonning nüfusining ko'payishi. Bu her ikisi bu Xitoy hukumati tarafdan tashviq qilingan bir ahvol bor. Misolga nüfus ko'paygan sari suvning ishlatilishi ko'paydi. Sharq Turkistondagi ko'lning suvi bo'lsin, mayli yer ostidagi suvlar bo'lsin, nüfus ko'paygan sari bu suvlar azaladi. Suv azalgan sari undan keyin bu cho'llashishma texma ziyon berishga boshlaydi. Bundan başqa misalga Sharq Turkiston paxta ishlab chiqarishni tonilgan bir ahvol. Paxta degan bu o'sim to'proqni cho'llashtirishga sabab bo'ladi. Shuningga bu to'proqni damog'izib, uzuq oldirib, undan keyin yana tekrar terish lozim. Ammo Xitoy paxtaga ehtiyoj bo'lg'achqa eksport qilamiz deb tirishib kelgachga, mushuma shu paxta ishlab chiqarishning o'zimi shu cho'llashtirishga sabab bo'lyapti. Shuningga bu yerda ham siyosiy jihatdan, hamda bu iqtisod ishlab chiqarish jihatdan, hamda nüfusni azaltish jihatda siyosiy bir qarormi ilish lozim. Hamda nüfusning 20 Xitoydek millat bor. Bular ko'plab kelyapti. Sharq Turkistonni assimilya qilamiz deb Sharq Turkiston xalqining demografik tamponligini buzib kelyapti. Bular hammasi berib yana shu cho'llashtirishga sabab bo'ladi. Baya degan bu tadbirlar, choralar balki istagan va kutgan o natijaga erishamaydi deb o'ylayman. Xitoy taratqullari kuchab tashkil qilayotgan qumliq ekologiyasini qo'g'dash to'siqining Uyg'urlar uchun biror foydasi bormi? Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang bu savolni so'rag'imizda mundaq dedi: Beijing never does anything to benefit the Uyghurs, the Kazakhs, or the other Turkic minorities. So we can assume that whatever it's doing is for the benefit of the Han population and not for the minorities. Xitoy hukumatı Uyg'ur, Qozoq yoki boshqa Xitoy bo'lmagan Turkiy millatlarga foyda va naf yetkazish uchun hech ish qilmaydi. Shunga Xitoy hukumatı qilayotgan qumliq ekologiyalik to'siqi Xitoylarning manfaati uchun xizmat qiladi. Hargizmi Xitoy bo'lmagan millatlarning manfaati uchun xizmat qilmaydi.
Növbətdə Xitay hökumətinin qumluq ekologiyasını qoğdaş to'siqi qurilishi jiddiy kengaytilayotgan bo'lib, buning Uyg'ur jamiyati uchun texmi zo'r, xim xatardan bishorat beradiganligi haqidagi turli fikrlar davomli o'tirib chiqmoqda. Qadrli radio anglag'uvchilar, bu programmani Washingtondan Uyg'ori tayyorladi. İgilişimizce 5 dekabr günü Norvegiyanın Sandvika O'rta Maktabining o'quvchilari o'zlari internetdan olgan uchurlar bo'yicha Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va Xitoyning jazo lagerlari temasida tam gazeti lohilab maktab koridoriga asqan. Bu mazmunlar yig'in qatnashchilarining alayida diqqatini tortgan. Radiomizning Shveysariyadagi ixtiyoriy muxbiri Abibulla Istidan bu vaqtdagi tafsilotlarni anglaysizlar. 5 dekabr Norvegiya Uyg'ur komiteti Norvegiya Bærum kommunasining markazi Sandvikadagi o'rta maktabda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari, Uyg'urlarning qirg'inchilikka uchrash jarayoni va qirg'inchilikning tarixiy orqa ko'rinishi haqida doklad bergan. Bu munosabat bilan Norvegiya Uyg'ur komiteti raisi Xalcham Mamtiminni ziyorat qildik. U radiomiz orqali bu qatimqi faoliyatni tashkillashning maqsadi haqidagi tafsilotlarni radio anglovchilar bilan o'rtoqlashdi. Xitoyning kun sayin eshayotgan irqiy qirg'inchiligi va jinoyatlari muhojiratdagi vatan millat suyar Uyg'urlarniki va siyosiy tashkilotlarniki to'xtamay faoliyat qilishi va da'vo qilish natijasida Norvegiya yerlik xalqqa bo'libmi yoshlarga qattiq ta'sir qilgan. Norvegiyaning Bærum kommunasining ma'muriy markazi bo'lgan Sandvika to'liq o'rta maktab o'quvchilari o'zligidan tashkillanib, bu haftada kishilik huquq programmasi o'rlashtirgan. Ham Xitoyning elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va jazo lagerini muhim tema qilib tanlagan. Ham bu to'g'riliq tornimo izlanib, yaxshi tayyorlik qilgan bu faoliyat uchun. Bu munosabat bilan Norvegiya Uyg'ur komitetimizdan bu nuqtani texnik yoritib berishga bizlar aloqa qilgan edi. Komitetimiz bu ishdan xursand bo'ldik, ham ularga rahmatimizni bildirdik. Ham tunugun, ya'ni 12 ayning 5-kunisi men va Norvegiyadagi Uyg'ur arxiv amirininki yordamchisi Uyg'ur yosh aktivist Munira Yoqub ikkimiz bu faoliyatga qatnashib keldik. Bu program jarayonida biz xalqimizni, Uyg'ur xalqimizni tanishtirib, vatanimizning Sharq Turkistonga besilgan zamin ekanligini, ham Xitoyning elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi, majburiy emgak, diniy bostirish degandek butun Xitoyning jinoyatlarini bayon qilib o'tdik. Bu dokladdan keyin o'quvchilar va ustozlarning savollariga javob berdik. Ular to'xtamay savollarni so'radi. Bu bizningki hozirgi ahvolimizga ichindiganligini, Uyg'urlarning kishilik haqliq ko'rishni qo'llaydiganligini bildirdi. Tuningi programma ahamiyatli mazmunliq o'tdi. Bu faoliyatda diqqat tortgan nuqtalardan biri bu faoliyatni tashkillagan Sandvikadagi o'rta maktabning o'quvchilari o'zlari internetdan olgan uchurlar bo'yicha Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, Xitoyning jazo lagerlari aks ettirilgan tom gazetlarini loyihalab, maktabning koridor tomlariga osgan bo'lib, bu yig'in qatnashchilarning alohida diqqatini tortgan. Bu faoliyatga qatnashgan o'quvchilar Uyg'urlarning hozirgi ahvoliga nihoyat echindiganligini, Uyg'urlarga histoshlik qildiganligini, qandaq shakldagi irqiy qirg'inchilikqa qarshi turadiganligini va har qachon Uyg'urlarning yendi ekanligini bildirishgan. Bu haqda yosh student Norvegiyadagi Uyg'ur qizi Munira Yoqub bu yig'in haqidagi taassurotlarini bayon qildi. Doklad bir yig'ilishida Norvegiya Uyg'ur komitetining va Uyg'ur Adliya arxiv amirininki qilayotgan xizmatlari va shundaqla Uyg'ur jamoatininki Uyg'ur tili va madaniyatini saqlab qolish jihatlarida olib borgan xizmatlari to'g'risida doklad berildi. Norvegiya Uyg'ur komiteti raisi Xalcham Mamtimin va Norvegiyadagi Uyg'ur qizi student Munira Yoqubning 1 soatga yaqin davomlashgan dokladidan keyin maktab o'quvchilari bas-basda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va jazo lagerlari haqida savollar so'rashgan. Xalcham Mamtimin o'quvchilarning eng ko'p so'ragan savollari haqidagi tafsilotlarni radio anglovchilar bilan o'rtoqlashdi.
O'quvchilarning ko'proq diqqatini tortgan, qiziqqan savollari jazo lageri haqida bo'ldi. Ya'ni Xitoy hukumatı nima sabab bilan, nima bilan asos qilib jazo lageriga solaydi? Qanchailgan insonlar jazo lagerida turyotidi? Anandan keyin mushu qirg'inchilik ustidan Uyg'urlarninki elib borgan qarshilik harakatlari qaysi, nima faoliyatlarni, nima ishlarni qilayotganimizni bu haqda savollarga javob berdik. Növətdə Norvegiyada təxminən 6000 ətrafında Uyğur yaşaydigan olub, Norvegiya Uyğur Komiteti yıllardan beri Norvegiyada Uyğur irqi qırğınçılığını tonuşturuş və Uyğur yaşlarını tərbiyələş, Xitayning qırğınçılıq cinayətlərini paş qilishda aktiv fəaliyyət elib barmaqda. Olubmu, yaxınqı yıllardan buyan komitet əzaları hər qaysı o'rta məktəblərdə Uyğur irqi qırğınçılığını tonuşturup, yerlik yaşlarning Sharqiy Turkiston davosiga bo'lgan qiziqishi və yordamini qo'lga keltirmoqda. Bu programmani Shveysariyadan Habibullah Izchi tayyorladi. Egilishimizcha, Turkiyadagi Uyg'ur Akademiyasining sahifxonligida 8 dekabr kuni Uyg'ur ziyolisi doktor Farhod Qurbon Tangritog'li vafotining 1 yilligini xotirlash yig'ini o'tkazilgan. Yig'inda marhumning hayot faoliyatlari tonishtirilib, uning Uyg'ur davosiga qo'shgan to'hfalari eslab o'tilgan. Turkiyadagi ixtiyoriy muxbirimiz Arslandan tafsilotini anglaysizlar. 8 dekabr yakshanba kuni Uyg'ur Akademiyasi vaqfisining sobiq raisi Uyg'ur ziyolisi doktor Farhod Qurbon Tangritog'li vafotining 1 yilligi munosabati bilan Uyg'ur Akademiyasining sahifxonligida marhumni xotirlash yig'ini o'tkazildi. Yig'inda marhumning hayoti va ish izlari tunishtirildi. Shunaqla Uyg'urlarning milliy madaniyat va adabiyot san'at sohasida ko'rsatgan xizmatlari, Uyg'ur davosiga qo'shgan to'hfalari, ijtimoiy va siyosiy sohalardagi ish faoliyatlari eslab o'tildi. Xotirlash yig'iniga marhumning ayoli va farzandlari, yaqin do'stlari, Uyg'ur Akademiyasining bir qism mas'ullari va Istanbulda yashayotgan Uyg'urlardan ayol bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. Xotirlash yig'ini Qur'on Karim tilovati va marhumning ruhiga duo o'qish bilan boshlandi. Xotirlash yig'iniga marhumning do'sti va saboqdoshi Ankara universitetining professori Erkin Ahmad riyosatchilik qildi. Xotirlash yig'inida marhumning do'sti va saboqdoshi Ege universiteti Turk dunyosi tadqiqot institutining professori Olimjon Inoyat so'z qilib, marhumni cho'nqur seg'inish va hurmat bilan eslaydiganligini ifodaladi. U mundoq dedi: Doktor Farhod Qurbon Tangritog'li Sharq Turkiston davosining bir nafar jangchisiydi. Yuragi, vatan sevgisi, millat ishqida ko'ygan bir davo odami edi. Xalqimizning tatgan azob uqubatlarini, dardlarini cho'nqur his qilgan va millatning erkinligi uchun yo'l va chora tadbir izlagan bir ziyoli edi. Uning vafoti Sharq Turkiston davosi uchun nihoyatda cho'ng bir yo'qotish bo'ldi. Professor doktor Olimjon Inoyat apandining bildirishicha, u marhum Farhod Qurbon Tangritog'li bilan 1980-yili Beyjingdagi Millatlar universitetida o'qish jarayonida tanishgan. Marhum samimiy, oq ko'ngil, tirishchan va ko'p taraflama qobiliyatga ega shaxs bo'lib, naqshi muzika va san'at sohasidami yaxshi tarbiya olgan. Shunga Beyjingda o'qish jarayonida san'at iqtidorini joriy qildirib, Uyg'ur san'ati orqali Uyg'urlarni va Uyg'ur madaniyatini jonliq tanishtirgan. O'rganishicha, marhum Farhod Qurbon Tangritog'li Uyg'ur madaniyati va urf-odatlariga alohida ahamiyat beradigan shaxs hisoblandi. U Beyjingda o'qish jarayonida saboqdoshlari bilan hamkorlashib, Uyg'ur san'at guruhi tashkillagan va tunji qatim Navro'z bayramini tabriklash faoliyati uyushtirib, Uyg'ur madaniyat san'atini tunishtirgan va jonlantirgan. Marhum doktor Farhod Qurbon Tangritog'li Turkiyaga o'qishga kelgandan keyinmi
o'qish jarayonida bir san'at o'miki qurib chiqqan. Shundoqla Turkiyaning har qaysi shaharlarini aylanib, Uyg'ur san'atini namoyon qilish orqali Uyg'urlarni va Uyg'urlarning madaniyat san'atini tunishtirgan. U yana Turkiya bilan cheklanib qolmasdan Yevropaning bir qancha shaharlariga borib, nomer ko'rsatish orqali Yevropaliklarga Uyg'ur madaniyatini tunishtirgan va tushuncha bergan. Professor Olimjon Inoyat apandi mundoq dedi. Doktor Farhod Qurban Tanrıdağlı Şarkı Türkistan davasını Uygur medeniyetini dünya tanıtışta rolü ve tepsi nayet çoğun. Şahitlarning bildirishicha, marhum siyosiy va ijtimoiy faoliyatlar bilan shug'ullangan. U Uyg'ur akademiyasi vaqfisining qurg'uvchilaridan biri bo'lib, bir qancha yil shu vaqfning raisi bo'lib vazifa o'tagan. Professor Olimjon Inoyat apandining bildirishicha, marhum siyosiy sohada xizmat qilgan bo'lib, Turkiyaning parlament saylamida millat vakili bo'lish uchun o'zini 2 qatam nomzod ko'rsatgan. U saylam tashviqotida Turk dunyosi va Uyg'urlar masalasini oldingi planga qo'yib tashviq qilgan. Professor Olimjon Inoyat bu haqda to'xtalib mundoq dedi. Gerçi saylamda milletvekili bulup saylanmagan bo'lsa mı, onun iradesi, medeni cesareti ve uluvar gayesi, tirişçanlığı hemimizge örnek olması. Marhum yana yazıqchilik bilan shug'ullangan bo'lib, bir akademik bo'lish sifati bilan Uyg'urlarning ijtimoiy va siyosiy sohasiga munosabatlik 5 parcha kitob va nurg'un ilmiy maqolalarni yozib, nashr qildirgan. Professor Doktor Olimjon Inoyat apandi yana mundoq dedi. Farhod Qurban Tanrıdağ dostumuzdan nurg'un alaydilikler var. Şuna ben deyim, onun vafatı Şarkı Türkistan davası için nayeti çoğun yok tuş oldu. Allah merhumga rahmet olsun, yatkan yeri cennet olsun, nur içinde yatsın. Marhum haqida so'z qilgan professor Abdulhamid Avshar apandi Farhod Qurban Tangritog'li va uning ayoli Gulzoda Tangritog'lining Turkiyaga kelgandan keyingi faoliyatlarini hurmat ichida eslaydi. Uning aytishicha, marhum madaniyat san'at faoliyatlarida Uyg'urlarning kasbiylashgan naqsha musiqalarini namoyon qilgandan keyin Turk xalqi Uyg'urlarning kasbiy madaniyat san'ati bilan tanishgan. U bu haqda to'xtalib mundoq dedi. Çin'le ilgili bizim ne bilmemiz gerekiyorsa onu anlatmak için çok çaba gösterdi. Marhum Farhod Qurban Tangritog'li Xitoyga munosabatlik bizning bilishimiz kerak bo'lgan butun ma'lumotlarni bizga tushuntirish uchun ko'p tirishchanlik ko'rsatdi. Maxsus kitob yozdi. Uning butun hayotini Sharq Turkiston da'vosi yo'lida kurash qilish bilan o'tkazganligini bugun yana bir qatim tilga olib eslagan bo'ldik. Marhumning ruhi shod, yotgan yeri jannatda bo'lsin dedi. Ma'lum bo'lishicha, marhum yozgan Xitoy tushi, Xitoyning bir balvoq bir yo'l realligi va Turk dunyosi, Xitoydan oshkorlangan lager hujjatlari, qarqash tizimligi, Xitoyning G'arbiy rayon nazariyasi, yangi Xitoy qatorliq kitoblari Turkiyada turk tilida nashr qilinib, Turkiyadagi eng chong kitob setish turi bo'lgan kitob yurtida olqishliq kitoblar qatoriga kirgan. Shunaqla bu kitoblar Turkiya xalqining Xitoyni tushunishida, Uyg'ur masalasiga diqqat qo'zg'ashda muhim rol o'ynagan. Marhum Farhod Qurban Tangritog'lining do'sti professor Sulaymon Dug'an apandi marhum to'g'risida to'xtalib, uning bilan 1988-yili tanishganligini bildirdi. U marhum to'g'risida so'z qilib, u bek hushyor kishi edi, o'ziga bek ishonatdi, akademik, yozuvchi, san'atchi va siyosiy faoliyatchi edi. Shuning bilan birga u ham adabiyot, siyosat va san'atni birlashtirgan holda Sharqi Turkiston davosiga xizmat qilgan ulgulik shaxs edi dedi. Evet, Farhod Qurban Tanrıdağlı ne kadar saysak azdır. Hem ahlaki yönü, hem edebi yönü, hem şahsiyeti, hem kimliği ve örnek ve model yönü. Marhumning ayoli doktor Gulzoda Tangritog'li marhum to'g'risida so'z qilganda, o'zining marhum bilan 1980-yili Beyjingda o'qish jarayonida tanishganligini, Uyg'ur madaniyatini tanishtirish uchun nurg'un faoliyatlarni birga elib borganligini bildirdi. Farhod Qurban Tangritog'li bilan biz hamkor koca, aynı zamanda dava arkadaşıydık. Bütün mücadeleni, davanı biz beraber yaptık. Gulzoda Tangritog'li xonimning aytishicha, u Farhod apani bilan ayol bo'lish bilan birga o'xshash vaqtda da'vo yo'lida sabdosh bo'lib,
Mərhumның vafatıgacha Türkiye'nin har qaysi şəhərlərinə aylanıb Şərqi Türkistan davası və Uyğur mədəniyyətini tanıştırış yolunda birlikdə xizmət qılğan. Türk dünyası yığın və fəaliyyətlərə aktiv qatnışıb Uyğur mədəniyyətini tanıştırışqa ortaq tirişçanlıq göstərgan. O sözüdə Parat Qurban Tağırtağlarının millatparvarlik аңы түшенсінің yuqori ekanligini alayida eskartidi. Mərhum Parat Qurban Tağırtağlı 2023 yılı 12 ayının 8 günü kasallik sebebinden İstanbul'da 61 yaşında vafot bo'lgan edi. Uning vafoti oilasi, do'stlari va chet eldagi Uyg'ur jamoatini cho'nqur qayg'uga soldi. Doktor Parat Qurban Tağırtağlı 1962 yılı Qashqar shahrida tug'ilgan bo'lib, 1980 yildan 1984 yilgacha Beyjingdagi Markaz Millatlar Universiteti Uyg'ur tili va adabiyoti kasbida o'qigan. U Beyjingdagi Xitoy Islom jamiyatida bir mezgil ishlagandan keyin 1987 yili ayoli bilan Turkiyaga kelib, Marmara Universiteti İjtimoiy fanlar institutiga o'qishga kirgan. Marhumning Guldiyor Tağırtağlı va Dolunay Tağırtağlı ismli ikki qiz farzandi bo'lib, hozir İstanbulda yashamoqda ekan. Bu programmani İstanbuldan